أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قال المصنف رحمه الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون يعني يصدقون شنو دو demek tasdiqlaydi va bu if'alun min al-amn bu asl xotirjamlik bor yani ko'ngli xotirjamlantirdi degandek a va qawluhum amanahu ay saddaqahu uni ishondi degan ma'nodagi amanahu degan so'zdan kelgan deydi demak buning so'ziga qarata xotirjam bo'ldi demakchi moddaning tufi so'ziga qarata xotirjam bo'ldi demakchi va haqiqatuhu aminahu takzib mana bunun yalgan aytishidan bexaramana xotirjam bo'ldi degan aminahu at-takziba val muxalafa demak yalgan aytmaydi bundan boshqacha bir narsa chiqib qolmaydi bundan deb xotirjam bo'lishni bildirdi deydi endi va ta'diyatuhu bil ba biyada bil g'ayb deb ba bilan minunni mutaaddi qildi litadammunihi ma'na aqarra va atarafa yani iqro qildi va e'tirof qildi degan mazmunni o'z ichiga olganlik uchun deydi. Arab tilida at-tadammun degan bir usul var. Bu usul yani başka bir so'zni aytildi, lekin bu so'zning ichida azroq yana bir so'zning ma'nosini kirgizdi bundan ichiga. Ikkisini changlashtirganda ko'rish. Changlashtirgandan keyin boshqa ma'nodagi so'z qanday harf bilan mutaaddi bo'lgan bo'lsa, shu harfni boshqa bir so'zga ekib qo'ydi ikkisini. Mesela yu'minuna bil g'ayb. Asli yu'minul g'ayba bo'ltijnama, lekin barib kelgani bunda boshqa bir ma'no ekan deymiz. Demak, bu yerda iqro qilaman, e'tirof qilaman degan so'zning ma'nosini kirgizdi. Yani uqirru bihi, a'tarif bihi degan mazmun bor. Xuddi masalan biz sami'allohu liman hamida deymiz, ama o'sha lam nima? Tadammun ma'nosi uchun kelgan lam. Sami'allohu man hamida asli, yani hamd aytgan kishini Alloh taolo anglaydi degan gap. Lekin liman hamida degan lam nima uchun keldi? Bu yerda istijobat ma'nosini o'z ichiga olgan. Yani sami'allohu liman hamida yasma' va yastajibu liman hamidahu degan ma'no. Av yujazi liman hamidahu degan savob berdi yoki duosini ijobat qildi degan sonra istajaba lahu deymiz-ku lam bilan keldi istajaba degan so'z. Bu yerda istijobat ma'nosi bo'lg'achqa sami'aga lamni kelib qo'ydi. Asli unda lam kelmaydi. Bunda misollar bak ko'p arab. Tadammun degan ma'no. Bir fe'l boshqa bir fe'lning ma'nosini o'z ichiga olganlik. Yani yu'minuna bil g'ayb degan g'aybga ishonadi degan g'aybga ham e'tirof qildi, iqro qildi. Aslida arabchada aqarra i'tirof degan so'z bar bilan mutaaddi bo'lgan ekan. Shu barni nega keldi. Iqro bilan e'tirofning ma'nosi shu yu'minunning ichida bor. Bima g'aba anhum. G'ayb degan nimasi? Bima g'aba anhum. Ulardan yiroq bo'lgan, g'ayb bo'lgan narsa. Yani ularning his tuyg'u jihatdan hech qanday bir jihatdan bularga ma'lum bo'lmagan narsa. Mimma anbahum bihin nabiyyu sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga xabar bergan, ular uqmaydigan, tuymaydigan narsalar. Min amril ba'd, o'lgandan keyin qaytarilish, go'dun qo'pash, hisob kitob qilish, mizon, sirat, do'zax, jannat, hamasi g'ayb. فهو بمعنى الغائب تسمية بالمصدر من قولك غاب الشيء غيبا. بما يدرك رجل عدل ندقه قرآن تنزيل ديوته. مش هذا منا غائب دمشق لكن بهذا غيب ده مصدر لا أتدري. بنده والله كبر أبدا. bunun bir misali. Gâbe şey'u gayben endi yu'minuna bil gâib desa adatda normal qadim bo'ldi deydi. O'zdan g'ayib narsaga ishonadi degan bo'ldi. Hozir g'ayb degan g'ayib bo'lish degan masdar. G'ayib bo'lish bilan g'ayibni atib etadi. Hada inja'altahu silatan lil iman. Yu'minun degan so'zningki silasi qilgan taqdirda shuna. Yu'minuna bil g'ayb. Bu jumla mavsulag'i allazina yu'minun. Şunun silisi deb qaragan taqdirda shunda bo'ladi dedi. Va in ja'altahu halan kana bi ma'nal g'ayba val khifa. G'ayb deganni mishada hal deb qarasang, g'ayblik va maxfiylik, yoshirinlikni bildirgan holatda bo'ladi dedi. Ay yu'minuna g'aibina anil mu'min bihi. Demak, hozir qanday desa, ash mu'minlar g'ayb holatda iymon etadi degan. Hozir mu'minning avval chetishib qo'yib ketdi. Asla iymon etadigan narsalar emas, mu'minlar. Yani mesela bir yerde bir narsa var. Bak kompüter var. Kompüterden bu mu'minlar jiroq turgan holatda unda iymon etadi deydi. Birinchi ma'noda o'zidan neri bo'lgan narsalarni iymon etadi deydi. Hozir o'zi mush narsalardan jiroq.
Yani işkilisi doğru çıkdı yani. Aynen. Anil mu'men bihi. Yani aş iman eğitildiğin nesilden jirak galepte turab degen mandama. Ve hakikatuhu multabisine bil gayb. Multabisine bil gayb degan o'zi aşı. Aşularga nisbatan aşını esa gayb bo'lgan holatda deydi. Bu gayb hozir gaybiyat va felsefada metafizika deya ataladi. Yani ma vara tabi'a. Yani bizninki şu 5 his duygu a'zolarimiz var. Şunun dairesi kirmagan, ko'rmagan, anlamagan, tuymagan şu naslni gayb deymiz. Metafizika. Vel imanu sahihu en yuqirra bil lisani ve yusaddiqa bil janan. Yani iman to'g'ri, sağlam iman nima? Til bilan iqro qilish va dil bilan ishonish. Bu Uyg'urchada masalan til bilan dilni o'tirinin ba, farqi lekin jinas vado, maslashda verir. Vel amalu laysa bidakhilin fil iman. Amal imanning doirasiga kirmaydi. Bu mana Hanafilikning maslahi. Nima? İmam Ebu Hanife'ninki imanning tarifida şu tasdiq deb qaraydi. Ma yamarroq gap qildi. İman degan nima? İman degan ne bu deydi? Sen dilingda ishonib, og'zingda mana shunda deb bersan bo'ldi. Lekin shuningga asosan namoz o'qishing, qilishing ma'nosilar bu imonning bir parchasi emas deydi. Bu hamda ishongandan keyin uning mevasi ekan. Al-amal tamarrutu. Namaz okumasına şu iman İmanı asıl kıldı. Lekin hamda Allah buyurgan ishni qildimi, qilmadimi? Qilmadi. Bunda hozir bu iman bir parchasi desek qanday xatar chiqdi? Yomon gap bu. Intayin xatarlik. Osh taat ibodatni ba'zi qilmay, osilik qilgan kafir degan gap chiqdi. Chunki bu imonning bir parchasi. Hozir sen bunu qilmading, amal qilmading, senda iymon yo'q degan gap chiqadi. Odatda xavorijlar, odat kafir deyishmasa, aslida bunday yozin chiqadi. At-tasdiq bil jinan. Hozir farq shu. Hamda al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. degan bir asar var. Hasan Basri'ning so'zi. Lekin buni hamda ma'nosi to'g'ri deb hadis deb tura oladim biz. Ammo hadis emas. Mashhur so'z qo'mda. Darhol hamda so'rildi anglaymiz. Lekin hadis emas. Öyle bir soru Hocam fasile beynen İslam ve küfür terk salatı. Küfür olan iken namaz okumadan küfür de imanla taqab qo'ydi. Ya aşınma şu emel bir parçası deb qaraganlar dalil qiladi. Demek hamda uni shunga o'xshash oyat va hadislarni hammani bir yerga jamlab turib, ondan shuning soyasida ondan mizlazish kerak. Bir hadis ya birini sug'urib oliblam va chang eslasa, u amal shart emas degan mazmunda uni oyat hadis chiqib qoladi. Unda ayet hadisimi çık. Ve in taifatan minel mu'minine iqtatalu. Tamam. Sebabul muslim fusuq ve qitalu kufr dedi. Ecem ya iqtital qilganına kafir demay minel mu'minin dedi. Mesela mu'min deb atganlıqqa unda urush qilish bilan kafir bo'lib ketmaydi degan. Undan keyin bu qalb, yani iman deganmish qalb munosabatlik. Amal bilan munosabat degan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ayet qalbida iman edilib ketganlar deymiz. Onun qo'shi oyatlar "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum" Arablig'idir. Ve qalbuhu mutmainnun bil iman ve in taifatan minel mu'minina iqtatalu mujaqamda. An dua qilganda dua qilamiz Allohumma ya musabbital qulub thabbit qulubana ala dinik. Mesela. Ana Rasulullah Jibril kelib mal iman deb so'rgan chaqdim deb javob bergan. Al iman an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir wal qadar khayrihi va sharrihi min Alloh taala. Bu yerda manda qilishing degan gap bormi? Islom desa undan antuqima salat, tu'addi zakat va zahiriy amallarni dedi. Shu yerda ajinda ta'rif qildi. Shu ta'rif hisob. Lekin imonning doirasiga amal kirgizmadi. Bu hamda shunga dalil bo'lgan dalillar. Biz shunga dalillarni to'plab, jamlab tuzib qo'ygangan. Bu hamda mush Hanafiy mazhabtikilarning qarashimiz. Va Abu Hanifa chin turganmiz. Va yuqimuna as-salat yani ada qiladi degan. Yuqimuna as-salat yani namozni ada qiladi. Yani namozni ada qiladigan desek bo'ladi. Allazina bo'lgan ekan. Allazi degan bu uyg'urchaga qangangan qo'shimchasi ifodalaydi. Fa'abbara anil ada'i bil iqama. Burada yuqimun degan so'zning bunda kelishidimi bir ma'noni taxim qo'shimcha ma'noni o'z ichiga olgan deydi. Namozni ado qildi deb qo'ymadi. Turg'izdi deymiz ana. Turg'izdi, tiklaydi. Bunda ma'noni qilsak, bu turg'izdi degandan ravus ashu, yani namozni o'rturalig'idek tiklab, bunda joyida ado qildi degan mazmun chiqadi. Ado qildi emas.
Caji bilan ado qildi. Ravrus to'liq ado qildi degan mazmun chiqdi. Ta'abbara anil ada'i bil iqama. Iqama yuqimu deb bunda nima qildi? Ya'ni bu nima iqama degan tiklash, turg'izish degan ma'noda bunda ekeldi deydi. Shunga ado qildi deb tarjima qilib qo'ysak ham sal kamtikilib qoldi. Iqama degan so'z atoyatdan ekelgan ekan, mushin ifodalangan so'z bilan tarjima qilish kerak. Ya'ni qiyama ba'du arkaniha. Shunga ta'dil arkan bilan ado qildi deb tarjima qildi masalan. Qur'on tafsiriga qarasang tarjimasiga ta'dil arkanlari bilan joyida ado qildi deb. Chunki bu yer qiyam namozning ruknining bir qismi. Kama abbara anhu bil qunut va huwa al qiyam. Wa qumu lillahi qanitin deb kelgan. Yani qanitin mishada tug'an holatda Allohning huzurida bunda turinglar demakchi. Ya'ni namoz o'qigan holatda demakchi. Lekin bu qunut degan so'zni qo'ydi, bu bo'lsa qiyam. Va bir ruku ba'za va hum raki'un deb kelmas. Namoz o'qiyotgan holatda degan gap. At-ta'bir bil ba'd anil kull degan qoida bo'yicha deyilgan narsa. Va sujud va tasbih li wujuda fiha. Secde bilan tasbih bilan mu atashli bor edi. Ba'zida mush tasbih so'zi odatda namozda ishlatiladi. Tasabbih bihamdi robbika qabla tulu'i shamsi va qabla al-ghurub. Ana shu namoz o'qigan. Aw urida bi iqamati as-salati ta'dilu arkaniha min aqama al-'uda idha qawwamahu. Demak, ma birinchi qarashdan-da nima demakchi? Bu at-ta'bir anil kulli bil ba'd degan ma'noda keldi dedi. Iqoma degan qiyamda turish bo'lganlikdan turdi degan ma'no va shunga bunda iqoma bilan keldi dedi. Ikkinchi qarash hozir degan men bayatni degan qarash shu. Ya'ni ta'dil arkan bilan to'liq ravrus qilish, qawwamahu degan. Aw davam alayha yoki davomliq izchil turda qilib turish shuni. Wal muhafaza min qamati as-suq idha nafaqat. Ya'ni ashuni asrash saqlab qilish, qo'ldan bermaslik degan ma'no bor edi. Bu nimadan kelgan so'z? Qamatus suq idha nafaqat. Baza ravajlab ketdi deymiz. Baza surib ketdi deymiz o. Masalan bir baza, yangi bir baza ulab, bu bak avatlab ketsa, qamatus suq deymiz. Nafaqat degan baza tep ketish degan, bazirchi ketish degan. An-nafiqa ar-ra'ija degan. Li'annahu idha hufiza 'alayha kanat kashay'in nafiq alladhi tatawajjah ilayhi ar-raghabat. Chunki uni obdan asrab, qo'ldan bermay davomlashtirgan taqdirda, u xuddi boshqalar uni xohlaydigan xaridasijiq bir tovarga o'xshaydi deydi. Nafiq mishada shu bazirchi ketgan narsa. Va idha udiat kanat kashay'il kasid. Agar zoya qilinib ketsa, u xuddi bazir kasab to'g'an narsaga o'xshash. Kasid misha bazir kasab to'g'an narsa. Alladhi la yurghabu fihi. Hech kim ilishni xohlamaydigan kasadlikqa uchragan bir narsaga o'xshaydi. Was-salat namoz degan so'z. Fa'alatun min salla. Salla degan so'zdan fa'ala vazni bilan chiqqan bir ism bu deydi. Kaz-zakati min zakka. Shunda chiqqan deydi. Lekin mishada sala degan so'z odatda normal qoida bilan chiqarsa qanday chiqadi? Salladan qanday chiqadi? Tasliya. Salli tasliyatan. Lekin bu yerda sala deb chiqdi deydi. Nima uchun? Ala g'ayri qiyas. Qoidadan sirt bunda chiqdi demak. Bu arab tilida qoida bilan ma'nog'ini 90% bo'lsa, qoidasiz ma'noga yana 10% binasi bor. Simai holat keldi yoki shariat bunda atab ishlatdi, atalıq qilib bekitdi desak bo'ladi. Buning ishini dalilimizni avom xalqning ishlatgan nima uchun tegishligini asl arabning tili bo'yicha tushgan ekan Qur'on. Ya'ni shuning tili bo'yicha bekitdi. Asli shu tushunish uchun tushgan bo'lgan ekan. Tushundigan tilda ifodalaydi. Ko'p hamma tilda bormi bu simai qiyasi degan gap. Ingliz tilida yamancha. Va kitabatuha bil waw. Masalan as-salat degan ayizlish qarasanglar, lamdan keyin alif yozib bilan ta yozmay, wawni yozib ustiga bir til sızib qo'ydi. Tushunami? Wawla yozdi. Nima uchun wawla yozdi desa, lafzul mufakham. Asli bu balki shu fe'lninki yiltizni ko'rsatib qo'yish uchun yozgan bo'lsin. Asli masdarini so'z nima wawlan desa, buni yavlan tushunib qolmang, asli waw degan tariqada yozgan bo'lsin. Bu yerda lafzul mufakham debdi. Uni waw deb shu mufakham arab bilan keldi demoqchi ekan, ya'ni wawni yozib salat bunda bir xil wawni aralashtirib bunda hayvat bilan tomroq chiqarish oldiga keldilar. Salat emas, salat. Azizlar o'zbeklar o'ni desa, xil nima chiqirdi-ku? Bunda xona deydi. Shunga o'xshash salat, wawlanda bir xillikqa tomlashtirib, bunda chiqarish. Va haqiqatu salla haraka salawayn. Salawayn. Endi o salla degan ma'qul. Salladan chiqdi dedik. Odatda bizlar duo deymiz, bu duodan chiqqan deymiz-ku.
11 nima sen ma'nosi? Lekin bu yerdagi salla degan so'zdan chiqdi desa, bu asli tigi nima buni desa, salvaynni midilatda harakatlantirdi. Bu salvayn degan nima desa, mesela bu xuddi uloqninki ikki sag'risi degandek bo'lsa. Kasti deymiz-ku. Yani o'ttirda quyruq bor, ama ikki tarafida nima var? Sag'risi var. Demek bu ikki sag'risini midilatda degan bo'ldi deydi. Asli ma lug'atda. Yani sala degan so'z shu ikki sag'risi bo'lsa, bir sag'risini sala deymiz. Salvayn degan ikki sag'risi midilatda degan ma'noda. Yani sallal farasu tasliyatan bunda desa nima bo'ldi ekan? Bir atning aqaqidan bunda mansa salla degan. Yani ma'nın sag'risiga ma'nın bo'yini yiqilishiga holatda bunda mansa. Xuddi bayga uchgan chaqda musobaqalashganda birinchi, ikkinchi qandamada keyin ma atning bo'yini ma'nın sag'risiga udil kelib qolishi mumkin. Bunda chapadigo, o'shan tasliya deydi. Shu musobaqada ikkinchi bo'lgan atni musalli. Yani ikkinchi bo'ldi degan gap. Yani xuddi bu shu birinchi atning shu quyruqiga agishib kelib bunda ikkinchilikni erishdi degan musalli bo'ldi. Bu arab tilida bor gapkan. Ba'zi hadislarda bor, musobaqalashdi deb nima qildi, unda Rasululloh birinchi yo'lda, Abu Bakr musalli bo'ldi degan hadislar bor. Bu musalli bo'ldi deganda ikkinchi yo'lda degan. Degan 3-yo'lda, 4-yo'lda deganda unda bir xil atash yo'q. Lekin ikkinchi dilam bunda atash bor. Yerga undan shadgil, li'annal musalliya shu ikkinchi degan. Unda li'annal musalliya, endi bu namoz o'quvchi miyada, o'qish qildi. Biz hozir namoz o'qigan vaqtimizda, ma oq saptikli, oldi saptikli odamning nima kelimiz beshimiz? Shuning sag'risiga yaqin keldi. Shuning ikkinchi shu baygida bir-biriga yetishib bunda mangandek, oq saptikli, oldi saptikli odamning shu sag'risiga yaqin yetishib mangan. Mushundan kelib chiqqan demakchi. Ruku sajdada shunday dedi. Wa qila lid-da'i musallin tashbihan fi takhashshu'ihi bir-raki'a was-sajid. Duo qilgan odam nimanda? Endi bu duo qildi degan taqamomda ikkinchi bosqichdagi bir ma'nosi ekan. Asli ma'nosi shu. Musobaqani. Odatda salat degan nima duo deymiz-ku, bu bundaroq ma'nosi ekan. Bu ani o'xshatib turib, qanunga desa, shu raki'a, sajid kishilarga o'xshatib turib, çünkü bulanatı yelinip, korkuncuda, yüzünü xar tutkan halatda nima qildigan bo'lgandan duo qilgan odam shunda qiladi. Lekin bu duo qilgan kishiga musallin deymiz. Yani sala degan duo ma'nosida deymiz. Demak bu salla degan so'z asli nereden chiqqan degan munosabatga kelib. Wa mimma razaqnahum a'taynahum. Yani razaqnahum degan a'taynahum. Wa ma bima'na alladhi. Wa min alladhi a'taynahum yunfiqun degan ma'noda. Biz onunğa rizq qilib bergan narsalardan xaylaydi, sarf qiladi. Yunfiqun yatasaddaqun. Sadaqa urdi demakchi ekan. Adkhala min at-tab'idiyata siyanatan lahum an at-tabdhir al-manhi anhu. Mabak isilga kelgan ma. Miyada mimma dedi. Wa ma razaqnahum yunfiqun demedi dedi. Minna yani ba'zisini ifodalaydigan min harfini ishlatdi dedi. At-tab'idiyya yani bir qismini ifodalaydi bu. Ma'nından pishka degan bo'ldi-ku. Mishada min degan harfni ishlatdi. Ammo va ma razaqnahum yunfiqun desa nima chiqdi? Biz ata qilgan rizq qilib bergan narsani hammani xajlatdi degan. Va hammani xajlatsam da isrof qilish, nima qilish darisga kirib qolgan ahvoli bor. O'zini odamlarga keyin arajni qo'yib qo'ygan, bunda ahvoli bo'lgan ekan, uni ishlatmay, ma'ni ishlatdi deb. Demek muşu süpetlengen zatlar, muşu müminler, qanday kishilar, milning hammani qo'l sadaqa qildim deb boshqa jikolar o'tirmanda emas, bir qismini muvaffaq holatda sarf qildi. O'zim bir qismini olib qoldi deb manda sifatladi. Demek ularni ashunda qalaymiqan pul malni buzib chechirdigandek ko'rinib qilishdanmi saqlangan kishilar demakchi. Tabzir misal isrof, cheklangan isrofdan saqlab qilish uchun mush min degan harfni ishlatdi. Va qaddamal maf'ula ma deganni oldiga keldi. Fe'lni oldi shunami? Masalan normal akasar yunfiquna ma razaqnahum yoki mimma razaqnahum bo'ldi. Yunfiquni boshda keldi. Lekin ma razaqnahumni ilgari keldi dedi. Dalalatan ala kawnihi aham. Ya'da biz ataqiga ashnasi eng muhimi. Vel murad bihi az-zakah. Endi bu yerda va mimma razaqnahum yunfiqun sarf qiladi, xajlaydi degan. Bu sarf qilgan mal qaysi mal? Farz bo'lgan zakat shu deydi. Yani zakatni ado qildi degan ma'no bor deydi. Liqtiranihi bis-salati allati hiya ukhtuha. Chunki namoz farz vojib bo'lgan ekan, bu yerdagi xajlashmo farz vojib xajlashni bildirdi, u bo'lsa zakat.
Bunun üstüne nurgun ayetlerde namaz bilen zekat düşüp kelgen, davamlılık birlik kelgen. Bundan ki müşahede hecleşten farz olan zekat maksat kılındı deyikimiz. Ev hiye ve gayruha minen nafakat fi sebilil hayr. Ya ki onundan başka yani zekat, hiye diye bir şey zekat ve onundan başka hayır sakavet süptüde hecleydiğin, sarf kıldığın pullarını desek buldu. Bu nafakat diyen, nafaka diyen müşahede hecle sarf kılışı. Vakit sarf kılış, kuş sarf kılış mı müşahede içinde var. Pullamamaz. Yani başka nafakatı dese belki hem de müşahede sarf kılgan balların, xuddi aş bazar tapkan tavarlarına okşaş. Ki ahirette bunun pulunu neticesi kulağına faydası bilen çırdıgan nase diyen bulsun. Fi sebulul hayri limecihi mutlakan. Demek mi adam onlar aradan yunfikon da koydu. Farz, vacip, zekat ya müstahapın onda ayrımı dedi. Mutlak gelirse ona öz ilişim mümkün değil. Ve enfaka şey'e ve enfedehu ahavani ke nefaka şey'u ve nefede. İşte enfaka şey ve enfede ikisi yani bir tukkan dedi. Bu nima? İstikakul kebir. Nefe diye işkerpe okşaşıklı. Kavlan dal ikisi okşamadı lekin ikisi okşagan, tüp yıldızı okşagan oğlanın ki mənsi bizge yakın kep kaldı dedi. Enfaka degen heclep yoktüvetti degen oldu ama enfede degen mi tüyütüvetti degen oldu. O da nefaka şey'u ve nefede. Sizin dükkandaki mal bazı keskandı oldu ha. Tügeydi. Mal tükep ketti dedi. Şu bazı ketti. Bu ikisi bizge yaptıydı. Ma indallahi baq dedi. Lekin kişilerin qisqisi yani fat. Ma indallahi baq. Ve kullu ma jaa mimma fa'uhu nun ve aynuhu fa. Zaten şu fa'ala degan vaznidagi fa'ning o'rnida kelgan harf nun kelsa, aynning o'rnidagi harf fa kelsa, nafa deb ayg'ida boshqa harflar olmasmi? Nafa degan bunda kelgan so'zlar bu chiqitish, ketish, tugab ketish deganda bunda ma'noda. Shu nafaqa degan qo'ldan chiqitigan bazar topdi. Nafada degan o'tib ketdi, yurib ketdi degan bo'ldi. Nafada degan shunga yaqin shu. İstiqaqul kebir. Nafaha desam masalan nima? Yoki nafaqa deylimi? Nafaqat Yudash. Ama shunga chiqish, ketish degan ma'no. ودلت الآية على أن الأعمال ليست من الإيمان. مش آيات منا أملنا إيماننا برقسم أمسكن بالدليل حيث عطف الصلاة والزكاة على الإيمان. çünkü iman ne bir diye bitiplar namaz zakatdan ona atf kıldı. Vel atfu yaqtadi el mugayyara. Nahşun aslının qaidesi. Lugat aliminin. O'xshamasligini bildirdi. Bu boshqa narsa, ma boshqa. G'ayr degan boshqa degan bo'ldi. Ma boshqa narsa, ma boshqa narsa. Demak, namoz buni ichiga kirmaydi. Agar kirgan bo'lsa, vav deb shumaylanmi shada. Shuni bilan kifoyalanib dedi. Lekin odatda unda vav degan arab tilida albatta unda yaqtadil mughayra. Lekin vav bilan masalan umumdan keyin xosni alayda taxsis holatda ifrod qilib akildigash bor. Va rusulihi va Jibril va Mikal. Tamam? Rusulning ichida Jibril, Mikal bor. Lekin ma Jibrilning sha'ni alohida bo'lgandan ayrim akaldi deymiz. Demak, amma iymonning bir qismi edi deydiganlar qanday deydi? Bu shunday qildi yani. Bu iymon aytadiganlar dedi. Iymonning ishida yana namoz bek muhim bo'lgandan va namoz o'qiydiganlar deb alohida yani buni taxsis qildi dedi. Unda kimki Xuddi masalan atiyallikka belki o'qish bolalarni elib chiqinglarmisa, ya bana kichik bolalarni elib chiqinglar. Ali falanın nima elib chiqinglar deb qayta deb qo'yish nima ham bo'ldi? Taxsismi? Unutilib qolmasin deb bakrak ta'kidlab qo'yganday. Odatda biz normalda buni ishlatamiz ham bu usulni. Vallazina yu'minun hum mu'minu ahli kitob. Abdullah ibn Salam. والذين يؤمنون أن بهذا لقاء والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ديجاني كان غاتش ما تفسير عذر عبد الله بن سلام بوخشش أهل كتابتن إيمان يتقلع üzünün aşağı peygamberliğe nazil olan kitabın iman etip anı sana nazil olan iman ettiğin diyen ki غاتش ما manda tefsir kıldı ve adra bihi dedi mana minellezine amen demek ondan başka kişiler mi var şunun okşayan şu türdeki kişiler dedi adra bilgen şunun okşayanları dedi من الذين آمنوا بكل وحي أنزل من عند الله Allah'ın huzurundan nazil olan qanda vahiyga iman keltirganlar bo'lsa, uningdan keyin ma'niga iman keltirgan bo'lsa, Rasulullahga nazil olan mushular maqsad qilindi deydi. Wa ayqanu bil akhirati iqanan zala ma'ahu ma kanu alayhi min annahu la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ahiretga shunda ro'ris iman aytib, burun e'tiqod qilgan Yahud Nasara o'slam jannat chiqdi boshqa chimaydi degan xato qarashi
yo'qolsa, mushunda yo'qolganlar ko'z tutildi demak. Va qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara dedi boshqa oyatda. Shunami? Va annan nara lan tamassahum illa ayyaman ma'dudat. Va qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Bunda deb turgan. Demak, mushu xato qarashlardan yana yo'q, unda emaskan bu ish. Mundaka deb iymon etganlar. Summa in endi i'rob jihatdan in ataftahum alallazina yu'minuna bil g'ayb. Endi vallazina yu'minuna bima unzila ilayk degan mush jumlani boshqa allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna solat degan ma'noga atf qilsang, g'aybga ishonadigan, namoz ro'zani joyida ado qiladigan, sana nazil bo'lgan oyatlarga ishonadigan, burunqiga ishonadigan bunda tizib mansang deydi. Dakhalu fi jumlatil muttaqin. Demak, allazina yu'minuna bil g'ayb muttaqinninki tafsiri sharhiyda emas, tanishtirilishi. Bu muttaqin qanday kishilar bular desa, allazina yu'minuna bil g'ayb munda qildigan deydi bular degan ma'no bo'lsa, muttaqinninki tanishtirish doirasiga kirib ketadi deydi. Va in ataftahum alal muttaqin, an muttaqin deb bir to'xtatib, hudan lil muttaqin va hudan lil ladina yu'minuna bil g'ayb. Muttaqiligi hidoyat, oxiratga ishonganligi hidoyat, sana nazil bo'lganga ishongan, o'zining payg'ambarga ishonganligi hidoyat deb bunda deb qo'ysang deydi. Bu muttaqinning sifati doirasiga kirmaydi deydi. Bu ayrim kishilar, ayrim kishilar. Muttaqil ayrim. Andam o yu'minuna bima unzilayk va ma unzila min qablik bu ayrim. Lekin buning hammasi muttaqi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zining payg'ambarga sana vahiy qilingan vahiylarga ishonganlar muttaqin bo'ladi. Lekin bir necha haysiyat tarafdan, bir necha e'tibor tarafdan sifatlashim. Andagi alohidalik tarafdan. Fakaannahu qila hudal lil muttaqin. Xuddi manda degan o'xshashmi? Bu muttaqiligi hidoyat. Yana sana nazil bo'lgan Qur'on Karimga ishonganligimi hidoyat deb manda degan bo'ldi. Avval murad bihi vasful awwalin. Yaka endi munda bo'lishi mumkin deydi. Aşı dastlabkilarni sifatlashdan iborat deydi. Muttaqinni sifatlashdan iborat. Avvalin degan mush allazina yu'minuna bil g'ayb mush avvalin hadi. Dastlabkilarchi. Yani xuddi nima allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salah vallazina yu'minuna bima unzila ilayk deganga o'xshash. Va mimma razaqnahum yunfiqun degan mush atif o'ttirib chirib qoldi. O'zida degan bo'lish kerak. Dastlabkilarni sifatlash deydi. Dastlabkilar shu allazina yu'minuna bil g'ayb bo'lish kerak. ووسط العاطف كما يوسط بين الصفات في قولك. Madem de atif o'ttirg'i chirib qoldi degani va mimma razaqnahum yunfiqun degani mush atif bilan o'ttirg'i chirib qoldi. Bu o'ttirg'a shundan ham tiqib qo'ygan gapga o'xshash dedi. Ammo gapni allazina bil g'ayb deb allazina ma'noga bir tartib bilan tushiradi. Odatda shunda atifdan birini o'ttirg'i sab qo'yish bor edi. Masalan, manda deysiz: "Va shuja'u val jawad." Ash qaysar, shajoatlik, jasur kishi shu va sehi dedi. Jawad degan sehi. Va qawluhu ilal malikil karami va ibnil humami va laythul katibati fil muzdaham. Ilal malikil karam. Karam degan xuddi Uyg'urcha nimaga o'xshab qoldi bu. Karam podshoh degan. Karam degan kishi balki arabcha bo'lmatigidan. Karam degan yani hech nimadan qo'rqmaydigan shunda qaramlik bilan etib chiqadigan shajoatlik degan mana ikki til birlashib qolibdi hozir. Karam podshohga shajoatlik. Ma'noda karam degani nima ekan? Shuja'am unda isil, yani sayyid demakchi. Isilzoda podshohga va ibnul humami himmati yuqori bo'lgan podshohning o'g'li. Yani dadammi himmati cho'ng podshoh demakchi. Humam mishada himmati katta degan bo'ldi. Velaythul katibati fil muzdaham. Katiba yani bu qo'shin. Qo'shinning nimasi ekan bu? Qo'shinning arslani. Shir arslani, yo'lvisi deymiz mana Uyg'urcha. Yo'lvasini bakrak ishlatdi. Layth degan arslan, sher. Sherning bu ismlari bak chiqma arab tilida. 200 ism bo'lishi mumkin. Sherning. Asad degan yo'lvas emas-ku? Sher. Layth asad deganimiz sher. Uyg'urchada yo'lvas deb tarjima qilib oldik ekan, chunki Uyg'urlarning yo'lvasi sherdan yomonroq bo'lishi mumkin. Hozir qadar asad degan so'z kelib qolsa, hozir qadar shu madrasada o'qitilayotgan joyda yo'lvas deb tarjima. Endi bular kaptan. Balki Uyg'urlarning qarashida yo'lvas
Şirdi yaman deb qaradı. Yaman yo'lbas yo'lda yotib shirg'a yo'l bermas. Ha? Demak bu yo'lbas yaman degan bir nima bor. Hozir mush arablar asad deganda eng yaman eng yamanni deydi. Demak mazmun tarafdan tarjima qilgan bo'lishi mumkin. Şu anda. Asli belki ehtimollik Uyg'urlarning diyarida sherbek bo'lmaydigan. Arabning diyarida yo'lbasi yo'q. Masalanchi, belki. Demak ko'pincha ahvolda bu jamiyatida o'zining muhitida bor eng yomon narsa tashbih qildi-ku. Shuni ishlatgan bo'lishi mumkin. Nima ochiqni yengan botir emas, yo'lbasni yengan botir. Lekin arablarda asad degan so'zni ishlatadi mushunda mazmunni ifodalashda. Şunu bu taraftan to'g'ri endi. Yo'lbas deb tarjima qilsa, demakchi o'g'inni ifodalab berdim deydi. Fil muzdaham degan rasmiy ikki qo'shin erishgan vaqti qanday oldi? Biz fatbara qildi. Shu besqichilikda, qistangchilikda deydi. Ve qistangchilikda qo'shinning yo'llusi o'g'ildigan kishi demakchi ekan. Mishada o'tirga atisini tiqib qo'ydi deydi. Vabnil humam degan shu at. Demak ham yerda ma'nosini bo'ldi ekan nima qilganda Vussatal atıf da sakın bulduk yani ise bir yerde şahit. Ennehum el cami'una beyne tilke sıfat. Bu sıfatın hemmine cemli güçler bula. Yani mesela ellezine yu'minuna bil gayb diyenler bula. Yani muttakilerin varsa. Ellezine yu'minuna bil gayb ve yuqimuna salam ve mimma razaqnahum yunfiqun. Undinken ondan ellezine yu'minuna bima unzile ileyk muşun diyen. Demiş şiirin ekleştir aşı. Demiş şiirilde muşuna kelgen. Demek aşında vavulan atıftan o'ttirg'i birini tiqib qo'yib, yani suhbatlashni davomlashtirib yuradigan ahvol bor. Qur'on Karimda burun qiyashi shundami? Bu ko'pincha jahiliyat vaqtidagi she'rlar. Ko'pincha ahvolda. Jahiliyat vaqtidagi yoki islom kelay Qur'on Karimda bor, lekin bu nima kagicha. Boshqa ajamliga aralashib ketganga qadar arliqdagi nima hujjat oladi. Mesela Hicriye 60-70 yıllar Xulafa Raşidinning davri. Kirgandan keyingi va she'rlarning davri oldi. Bu nahv qoida. Oladi. Shu haliqa arab tilining nimasi bulg'inib ketmagan vaqt qadar. Endi o'jma bu nimalik kirib, har xil bulg'inib ketdi. Ayma bo'sning arabchasi ayrim qo'ymas. Suudi Arabistonning arabchasi shu nimasi ayrim buni. Suudi Arabistonning çünkü Bengal o'chi biyalik kirib shu ecnebiyle çıkıp bir adalıkta ayrım bir til var. Bulgu etken til. Mekke'de. Medine'de camianlarda sayılır. Ente ruh, ente yici de koydunuz. Bu kaide var, hiç kanama. Şu meğenle, uftura aslan buldu özara. Aynı bulgu etken. Şu bulgun işten ilgiriki ahval bolsa, Arap'la işletken söz, şiirlerde sözler işletken bolsa hesap kıl. Hüccet de qaraldı. Yani şahitlikle yaraydı. Misal Vussatal atıf degandan hozir nimani o'qimiz hozir? Bir sifatni bunda akab turib, o'ttirga vav bilan ishlatilgan bir nimani tiqib qo'ydi deydi. Yoki vav bilan sifatladi deydimi? Ha, misalda Vussatal atıf degani mush harful vav o'ttirga keldi deydi. Masalan, sifatlasak falani shujoatlik, alim, adablik deb vavni qo'ymay deymiz deydi. Lekin vav bilan aklab sifatlashwa deydi arabcha. Lekin hammasidan musbat nima ash bir adam ko'z tutiladi dedi. Bir mavsuf ko'z tutildi dedi. Bu masalan nari keldi esa allazi yu'minuna bil g'ayb deb vav aklab va yuqimuna salat va mimma dedi. Va buning vav nima? Vallazina yu'minun. Demak vavdan 3-4 keldi. Mushu vav harfini o'ttirga tiqib turib sifatladi demak. Vussatal atıf. Xuddi bu yerda va shuja' val jawad deganga o'xshash. Şücaatlik ve sehi deymiz-ku. Şücaatlik, sehi desek mi buldu? Şücaatlik ve sehi ve munda deyip, munda Arap tilde indi bari edi. Belki ma başka tilde bulmazsın, vav degende biz, vav demeyi lan, sıfatla vermez. Uygurçada. En ahırda birisi gidip koyuşum ki, normalda, bu ağadan birbirler sizip sıfatlayacağım olsak demeyiz. Vav erp yok. Ahlaklık, temperasitlik, jirak, qaysar. Bunda deymiz. Va qaysar va nima demaymiz. Bu ikki tilning farqi. Ma she'rdimi ilal malikil qarami va deganni akaldi. Va laythu deb vavni akaldi demakchi. Demak, musfatlarni hammani jamlagan kishi demakchi shunday. Va hadihi bayna tilka sifati va hadihi demakchi. Musfat bilan asfatni hammani birga to'plagan kishi demakchi. Bima unzila ilayk. Sana nazil olgan neresiga demişler. Yani el-Kur'an. Bu nersi nima? Kur'an-ı Kerim. Yoki vahiy.
والمراد جميع القرآن لا القدر الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم. Yani bima unzilalek degandan maqsad nima bo'lsa, Qur'on Karimning hammasi deydi. Lekin mush oyat tushgan vaqtlarda u hammasi tushib bo'lmagan Qur'on Karim. Demak, bundan keyingini o'z ichiga oladi deydi. Ular iymon etgan vaqtda tushirilib bo'lganlar emas, Qur'onning hammani maqsad qilgan. Li'annal iymana bil jami' vojib. Chunki hammasiga iymon etish vojib dedi. Lekin shu chaqqadir tushib bo'lganiga iymon etganlar olsin bo'ldimi? Tushmaganga taqa tushganda iymon etamiz. Bu qanchanglar tushganlar o'qimaydi. Va innama abbara anhu bi lafzil madi. Lekin bu yerda unzila ilayk deb unzila nazil bo'lgan, nazil qilingan deb bunda o'tgan zaman fe'lini ishlatdi dedi. Va in kana ba'duhu mutaraqqiban. Endi ba'va hozir bundan kimi iymon etdi degan mazmun batdi deb turgan taqdirda nima uchun bu yerda unzila ilayk deb tushib bo'lganga iymon etdiganlar dedi. U tushdiganga degan gap yo'q desa, bu mutaraqqiban bo'lgan ekan, ya'ni ash tushishi kutib turilgan bo'lgan ekan, tagliban lil mavjud ala ma lam yujad. O'tgan zamonda tushib bo'lganni g'olib deb qarab, bundan keyin tushdiganni ashunga bo'ysundirib deb taglibiy qilib lan bunda devatdiq deydi. Lekin bu shu tushib bo'lganga iymon etgan desa to'g'ri chiqadi uning. Yo'q. Bu tushganda uning iymon aytadi. Lekin hozir tushib bo'lganiga iymon etganlar shu mu'min bo'ldi shu chaq. Wali'annahu idza kana ba'duhu nazilan wa ba'duhu muntazir an-nuzul. Chunki uning ba'zisi tushib bo'lgan, ba'zisi bundan keyin tushdigan holatda kutib turilgan bo'lsa, ju'ila ka'anna kulluhu qad nazal. Xuddi uning hammasi tushib bo'lgan bilan o'xshash. Wa ma unzila min qablik. Sendin ilgirimi nazil kılgan narsalarga, yani sairal kutubul munazzala ala nabiyina aleyhissalatu vesselam, ilgirki bütün peygamberlik nazil olan kitaplara iman ettiğanlar demekçi. Ve bil ahireti ve ahiret günüge dedi. Ve yete'nithul ahir, ellezî huve diddul evvel. Evvelki degenin zıtı olan ahirki degen sözünün muannes halteri. Ve ye sıfatun, bu bir sıfat. Ahirkisi degen sıfat kalma, bu bir sıfat. Hem bunun mevsufi, bu sıfatın ikisi kanalse mahzuftur, edip taşlangan. O nima ise ad-dar, ad-darul ahire demekçi mi yani? Bidelil kavlihi tilke ad-darul ahire. Mana Kur'an'da adı Kur'an'dan tefsir kıldı. Tilke ad-darul ahiretu dedi. Nağın kim şada? Ve bil ahireti degenden maksat ve bid-darul ahireti degen bulduken deb düşündü. Ve hiye mine sıfatul galibe. Bu anda ahiret ne? Ayında sıfatlar verip muş sıfat bek evcip ketkenlik cihetten, galip ketkenlik cihetten darını eli taşlasak mı o çağda ahiret desek bu düşündüğün bulup ketmez. Bu da şunun ismi atılıp ketkendek. Mesela bazen el-imam da koyumuzga el-imam da koyuz xudda bu anda bu sıfat aşınıga galip bulup ketip falanahun diyelim ki okşaş bulup kettim. وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة وألقى حركتها على اللام آخرة دينك آن إلى التسليم تاب نافع وقاري قد أخطأ ينجي قطلم قد همزن إلى تاب همزن حركتنا لام قدست لام يعني أصلا ما بزنا أقسم وبالآخرة ده بقولز ما قارم وبالآخرة ده بقول هم برخد أقسم تخفيف وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون الإيقان نما إتقان العلم. بشق بلش ديgan bo'ldi. Bintifa şek. Şek bütün yo'qab, şübhüm yo'qab, bişiq puxta bilish degan iqon. Javohirul iqon. Ya Abdulqadir Davullovning kitobimi? Ya Sabit Davullovning shu izlab azhar maktabida biz topamiz. Bakiyen deb anlab. Ulaika ala hudan. El-cümle fi mevda raf'a. Bu da bu mübtada o'xshash, raf'a o'rnida deydi. Qanday bo'lsa, in kana allazina yu'minuna bil g'aybi mubtada. Masalan, allazina yu'minuna bil g'aybni mubtada deb qarasak, bu xuddi xabarga o'xshash. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna salat bunda sifatlar qanday desa xabari nima desa, ulaika ala ana mushula hidayat ustida demoqda. Ve illa fala mahalla. O haberul mubtada demasak, onda i'rab qilmaymiz. Bunda demaymiz. Ve yecuz en yecril mavsulul awwal alal muttaqin. Ellezina yu'minuna bil g'ayb deganki birinchi ash mavsul muttaqinninki sifati bo'lishi mumkin deydi. Biz baş degandek lil muttaqin muttaqilkin desa, ellezina yu'minuna bil g'ayb demanda sifati deydi. Ve en yertafi'a الثاني على الابتداء.
Endi ikkinchisi şu vellezina yu'minuna deb yana bir nima var? Mavsul var. Bu ikkinchisi yeni başlagan so'zlar. Muttaqin deb buni allazina yu'minuna billahi va yuqimuna salata va mimma razaqnahum yunfiqun degan gapni tugatdi. Muttaqin mushular deb bir gapni bo'g'atgandan keyin ondan yeni başladın vellezina yu'minuna bima unzila ilayka deb yenidan başladık deydi. Bu bir xil yara. Ve ulaika haberuhu. Endi bunu yeni başladan başlasak, bunu haberin buldu olsa ulaika ala hudan min rabbihim deb haber oldu. Ve yuj'alu ihtisazuhum bil huda vel falahi ta'ridan bi ehli kitab. Yani bu yerda ulaika ala hudan ashula mana hidayet üstüde dedi o. Ashula hidayet üstüde degan nimani bildirdi desa, bu yer bir daritma, yaptı gap barmı yani. Bu yerda ehli kitapga siz bunda hidayet üstü bulanmadığınız. Mağlum muşulu mana hidayet üstüde. Xuddi mana muş balam ubda o'qidigan balam bor desa, boshqa balalar qarta haqiqatini yaxshi o'qimaysa degan bo'ldi-ku. Unda daritmilashmaydi. Qizimga aytay, qizim anglasin degandek bir nima bor. Ta'rid degan nima? Daritma so'z, yapti so'z. Ellezina la yu'minuna bin nubuwwati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, bu yerda kimga qartib daritmiladi desa, haqiqatning ahli kitoblar. Payg'ambar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarga ishonishmaysa haqiqatsin. Mana Mavla bunda g'ayb ishondigan mushunda. Ma payg'ambarga tushgan narsalarga ishondiganlar mana Mavla degan haqiqatsin ishonmaysa bunga demakchi deydi. Amaliyotda va hum zannuna annahum ala amaliyotda ular taqa biz hidayat ustida deb o'ylaydi. Va tami'una annahum yanaluna al-falah indalloh. Allohning huzurida nijotlikka erishilganligiga tava qiladi taqa. Ya'ni bunda erishilganlik sizlar emas, Mavla demak. Va ma'nal istila fi ala hudan an ulaika ala hudan min rabbihim dedi. Hudan ishlatganda ala hudan dedi. Xuddi hidayatning ustida degandagi. Bir şey ustida ulash dedi. Istila degan ustida ulash, yuqori ulash degan ma'noda li tamakkunihim min al-huda. Yani hidayat intayin yani hidayatga qattiq erishganlikni bildirish uchun deydi. Mustila mesela Masalun li tamakkunihim min al-huda. Bu bir xil misol deydi. Da o'qishib partdi demakchi. Va istiqraruhum alayhi. Hidayatni rasmi ching tutib, uning ustida muqim turib, qilganligini misol qilib o'qishib bakın nimaga o'xshadi desa bihaysu shubbihat haluhum bihal man atala shay'a wa rakiba. Xuddi bir narsani bir uloqqa minsa ustida o'tirdi-ku. Shuning o'xshash nima qilib hidayatning ustiga obdan minib toza, puxta o'ttag'anlikni, ketmaydigan holatda o'ttag'anlikqa o'xshatib, bunda aytilgan ibora bo'ladi. Xuddi bular hidayat ulug'ining ustida roz mingan holatda minayotgan kishilardek degandek. ونحوه هو على الحق وعلى الباطل. هذا من ده işletimizga هو على الحق هو على الباطل. Bu degine bu xuddi aşırıga o'xshatganlik deydi. Haqda ching tuğanligini, mushin gapi haqliqni bildirmaydi deydi. Va alal batil degan xuddi bu batil ustiga minib olgandek. Va qad sarrahu bidalika fi qawlihim. Mesela manda iboralarda mushunda aniq bunda ifodalagan deydi. Arabning tilida mushunda ifodalash bor demakchi. Ja'alal ghibayata markaba. Bunda bir ibora bormi? Jiqishildi. G'ivay degan bu azg'ulliqdimdi. Azg'ulliqni uloq qilib minoldi degandek. Ya bu bak izib ketdi. Iziblam jurvatida degan ma'noda. Va mtatal jahla, jaholatga minoldi. Vaqtada g'aribal hava, havo havasining bo'yniga o'tirib oldi degandek. Iqtada degan o'tirib oldi degan. Minoldi deganga yaqin bu. G'arib degan bo'yni. Va ularning bo'yni bilan aloqa dolisi arliqdiki. Nima deymiz ma? 300 qadamda, 300 mo'risga. Miyagi bunda xo'jin nagati da. Shu ash atgandan g'arib deymiz. Xuddi ularning aloqa ag'amchisimida at qo'ygan yer shu. Shuna habluka ala g'aribik deydi. Taloq so'zining bir nimasi bu. Sizning chulluringiz sizning bo'yningizda degani endi qo'yib etilganda siz aytiga vasing bo'ldi degan ma'no. Famtata mende degan. Matiya degan uloq deymiz. Va ma'na hudan min rabbihim endi Rabbidin kelgan hidayat ustida dedi shunama. Hudan min rabbihim deganning ma'nosi ay utuhu min indihi. Hudan o'tirganishida Tanansıga etirish kerak aslında. Ayrim. Endi bu hidayat qanday hidayat desa o'zimda yerga uchrab qolgan, ya bizdan anglab olgan bunday hidayat emas.
Parvardigari tarafından kelgan hidayat bu. Bunda alaylı hidayatning ustida demakchi. Wa nukkira hudan liyufida darban mubhaman la yublaghu kunhuhu. Niyadan da hudan dedi. Alal huda min rabbim demedi. Ala hudan min rabbim. Şundaq bir hidayat ustidiki dedi. Bu qanday hidayat? Onu siz tushunib olmaysiz. Bu baklam katta acayip bir hidayat demakchi. La yublaghu kunhu dening haqiqatini tushunib yetkilib bo'lmaydigan. Kana qila ala ayyi huda. Xuddi hidayat ustida qanday hidayat ustida bu? Hidayat degan nakira keldiganmi? Hidayat ustida bu qanday hidayat ustida? Hudan min rabbihim. Parvardigar tarafidan kelgan hidayat ustida degandek bunda. Ve nahvuhu laqad waqa'tu ala lahmin. Mesela waqa'tu ala lahmin deb bunda ibora surildi deydi. Shunda bir go'sh uchrab qoldiki o degandek. Lekin bu nima desa, yo'g'on go'sh demakchi. Va ulaika humul muflihun. Yani shular shu nijotga erishuvchilardir deydi. Az-zafiruna bima talabu. O'zi talab qilgan narsaga erishuvchilar. An-najuna amma harabu. Qochgan narsadan qutuluvchilar. Fal falahu darku al-bughya. Murad maqsadga yetish degan bo'ldi. Darkul bughya. Vel muflihu al-faizu bil bughya. Muflih degan ash muradini tepib shuni tutgan kishi edi, qozongan kishi. Kannahu allazin fatahat lahu wujuhaz-zafr. Xuddi bu zafarning hamma turlari buning darvozasi eshib ketgandek. Va tarkibu dalun ala ma'na shaqqi wal fathi. Mana bu yerda ishtiqoqul kabir yani. Mushu tarkib, yani mushu harfning bunda qurilishi yerish va echish degan ma'noni bildirdi dedi. Fala, ha? Fala degan. Fala ha bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Va kada akhawatuhu fil fa'i wal ayn. Mana fa bilan aynga udullik kelgan harflari o'xshash kelgan so'zlar hammasi mushu ma'noda dedi. Masalan nahvu falaqa, bu yerivatdi, bo'livatdi degan bo'ldi. Falaza, za ama za emas. Za. Va fala, yak faliya. Mushu hammasi o'xshash dedi. Bu istiqoqul kabir qoidasi bo'yicha. Nimani bildirdi olsa hammasi yerivatdi, kesivatdi, o'tini ichivatdi degan ma'noda. Fariqul habbi wan nawa deymiz o. Va urug'unda yerilib o'sib chiqadi. Shunda yog'uchi degan bo'ldi. Falada degan bu ayni yerivatdi, pachilvatdi degan bo'ldi. Shun faladati akbadiha deydi o. Inna Quraysh qad alqat alaykum bi faladati akbadiha. Yani yurak parlarını degandek. Jiga parlari deydi nima arablar. Lekin bizda yurak parlarini hammani akil tashladi degan men. Butun kuch bilan sizga qarshi qo'shin to'plab keldi demakchi. Falada degan pachildi, kesdi. Yervatdi. Fala degan bu kesivatdi deydi. Nima? Fala degan bu bunda ichib ishin ko'childi, izdida, aqtudi degan ma'noda. Demak, bu yerib ishin ichib aqtirdi hamda. Wa jaa bil atfuna bi khilafi qawlihi. Endi ma oyatda va ulaika va ulan kal va ulaika. Lekin ma oyatda boshqa oyatda ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun va ulaika humul ghafilun demanda. Va harf ishlatmada deydi. Ikkisining farqi bor deydi. Lixtilaf al-khabarayn al-muqtadiyayn al-atfuna. Demak, bu yerda atfni taqazzo qiladigan xabarning ahvoli o'xshash emas. Va ittihad al-ghafla va at-tashbih bil-bahaim thammata. Demak, meyada deymiz sura Baqaraning 5-i. Bu atfni taqazzo qiladigan ikki xabar bir-biriga o'xshash emasmi? O'xshash vositda atf bilan keltiribdi. O'xshamagan ekan, bu yerda atfni ishlatmadik deydi. Atfini taqazzo qiladigan bu ikki xabar bir-biriga o'xshamaydi deydi. Bu yerda degan nima? Ulaikal anam balum adal ulaikamul ghafilun degan musha oyatda demakchi. Bu yerda ikki xabar atfini taqazzo qiladigan xabar bir-biriga o'xshamadi deydi. O'xshamagan degan bu yerda vav harfini ekan budoq. Va ittihadul ghafla va at-tashbih bil bahim thamma. G'aflatda ekanligi va o'sha hayvonotga o'xshaydiganlikda o'xshash bo'lganlikdan deydi.
Müşayette ulaike kel anam zaman hayvan o'xshaydi dedi ama belhum adal ulaike ul gafilun. Demek gaflat qilgan şu hayvan o'xshallikning bir mazmunda degan ekan, xuddi shuni ta'kidlaganga o'xshashlar vovni akammaylam dedi. Fakanat thaniya degan ikkinchi jumla mishada ulaike ul gafilun degan jumla muqarriratan lil ula kal an'am degan so'zni taxim ta'kidlab birdigan. Hayvonga o'xshab qolganligini taxim bekitib turgan jumla dedi. Feyye minel atfi bimazal. Ondan kim biraz atf kılıp otasım olmaydı. Ras şunda deyiş gerek değil. Vahum faslun. Onda vahum bil ahiret degan ki vahum bağı bu bir faslında ayrı etmiş ama nümüşen ise faidetu ad-dalalatu ala ennel varide ba'dahu haber lasfa. Hum ne ekilivetse ondan keyinki haber oldu, sıfat olmaydı dep bunda bildirirken. Ve tevkidu ve icabun ma? İcabdır. Demek bu sıfat emas, tevkid emas, icab emas. Haber deganni bildirdi dedi. Ve ulaike demek müşahede ulaike'nin mubtada desek el muflihun haberi deydi. Lekin yad hum müşahede tevkidni bildirdi. Ve icab enne faidetul musnad thabitatul musnad ilayhi duna gayri. Bu bundan taksis qo'shish. Hum ashulalam muflihullah ashulalam degan. Bu ulardan boshqa muflih emas. Mesela bir ibaresel ulaşmasına likim ya da süper emas haberlikin bildirdi dedi. Yani bunu hum deganini keltirishda mishada fasıl nima tevkid ve icab ni bildirdi, ta'kidlab birdi. Nima narsa mush musnad yani musnad mishada nima nahv qoidasida xabar. Xabar yani muflihun degan falah mishada kimga sabit? Musnad ilayga sabit, lekin uningdan boshqa kimga sabit emas. Yani taxsisan mushular lam xos. Mushular lam muflihullah. Ulardan başka emas. Ya ki o mubtada deydi. Yani hum degan mubtada. Vel muflihun haberu. Hum muflihun diyemen. Vel cümle haberu ulaik. Hamda hum muflihun ikkisi birleşip turib, mubtada haber bulduğu, ikkisi birleşip turib, ani fi mahalli raf haberu ulaik. Fanzur kayfa karrarallahu azza ve cel at-tanbih ala ihtisasil muttaqin. Qarab baq buni. Allah Taala muttaqinning başqalı erişemeydiğin nasilge erişaladigan bunda xususiyetini qanda bizga tanbih va'da deydi. Ala turuqin shatta har xil usullar bilan muttaqilli zada mushunda nasilga xos mushullam erishadigan başqalı erişemeydiğin degan ma'noni bizga ifodalab berdi. Va hiya zikru turuq shatta degan qaysi? Birinchisi mesela zikru ismul ishara va takririhi ulaika وأولئك دتنما ففي تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرات بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح. Bu nimege tenbih dese xuddi ular aşo yalğızlama athara deganmiz yalğızlama egallash degan bo'ldi. Al-ithar biz shu shun aksi. Al-athara degan yalğız egallanish degan bo'ldi. Al-ithar degan yalğız egallab olmay boshqalarga o'tinib berish degan. Adette bir sözün bazı sig'isi tam aksini ifodalaydiganlar var-ku. Salbiy ma'nosi bor deydi buni. Salbil fi'l. Kama tabatalumul atharatu bil huda. Demak, ularga xuddi hidoyatni yolg'iz egallash isbotlangandek, falahga yolg'iz ashullam erishishmi isbotlangan. Boshqalar erishmaydi. Va ta'riful muflihun, al muflihun mishada, muflihin da biz qo'yibdi maktabda. Va ta'rif al muflihun Muflihun degan so'z nedir? Muarraf keltudesh nima? Ve ulaika hum muflihun demay, ve ulaika hum el muflihun dedi. Fefi dalalatun ala ennel muttaqina humun nasullezina balagaka ennehum yuflihuna fil ahireh. Demek muttaqinlar shunday kishilarki oxiratda nijotlikka erishdi deb san xabar kelgan kishilar ashular. Mesela oxiratda nijotlikka erishdiganlar Mandalva dedi ama necatlık erişigan aşular. Kim dese müşkişler şu. Yani ahirette aşu necat erişir deb sen haber kelgan kişiler muşular. Elqa muflihun deyilgan muşular degan tariqa. Ahd xoriji bilan Ha, bir ahd var. Biz yani ahirette manda kişiler bo'ladi. Bunun ba'zisi mana muflihun oldu degan to'q. Dunyodagi muşular aş muflihun shular deb. Kema iza balagaka anna insan qad taba min ahli baladik xuddi seni jutundan bir kishi gunoh qilib keyin tövbe qilibdi. Buni xabar topding sen. Fastaxbarta man huwa. Shuna xabar topgan ekan bu kim bu deb so'rasam, faqila Zaydun at-Taib. Eliq tövbe qilgan odam shu Zayd shu deyilibdi.
Ey huvallazi ukhbirta bi tawbati. Sen el tövbe kıldı da anlayan adam aşşu demekçidir. Ve tevsitul fasli beynehu ve beyne ulaik liyubsirake meratibahum. İşte hum diyen sözünü işlettidir. Faslı dedik ko. Ve ulaikel muflihun desin bolta. Deki ve ulaike hum el muflihun. Lekin hum diyenle bir yerde ihtisas bildirdi, teklep birdi dedik. Yeni bir nimese liyubsirake meratibahum. Demek aşunun mertebelerini yine sanki ölçüplemek ayında yukarı mertebedeki kişiler var. Aşular. Demek mesela aşular diyen söz ne? Ular diyen söz ne? Bir ekip koydu. Ular diyen ki aşuluk okşaş bir sen bu bir himmet kıyal diyen manada. Ve yuraghibuke yaki ve yuraghibuke fi talabi ma talabu. Yani aşul talep kıygan erişe diyen narsa sen bu erişişin için seni kızıktırıyordu dedi. Ve yunşitake takdimi ma kaddamu. Ular kıygandak emellerini takdim kılışka seni gayretlendiriyordu. Allahümme zeyyinna bil libasit takva. Ki Allah bizni takvadarlık libası ile zinnetlisledi. Ve hşurna fi zümreti men saddarta bi zikrihim suretul Bakara. Bakara suresini başlığında şularının sübtüyle başlayan zatlarının guruhu da bizni kıyamet günü şunun cem kıygaylar dedi. Vesikallezine keferu ila cehenneme zumara. Top grup bunlar. Cemaate yani. Top edildi. Lemma qaddama zikra evliyaihi bi sıfatihimil muqarrabati ileyhi. Demek müşahede Allah Teala özden evliyalarını tilga aldı şuna ama. Allah Teala'ga yakın kılıdığan sıfatları bilen tilga aldı. Ellezine yu'minuna bil gayb ve yuqimuna salata. Bunda sıfatları bilen tilga aldı. Ve beyyene ennel kitab huden lahum. Andın aş kitap ulağın nispeten hidayetmiş. Kur'an-ı Kerim ulağın nispeten hidayet ikenlikini bayan koydu. Koygandikin qanday qildimda ma bir türküm ayetler bilen kinki ayetinin o'ttidagi munosabatini bayon qiladi. Mana deb bulab, endi uning oyog'idan ekeldi dedi. Qaffa degan, oyog'ini agashtirib ekeldi. Qaffa atarahu desa izni besmangda deymiz-ku. Unga agashtirib ekeldi, ala atharihi, mana uning izidan mengab dedi. Bi zikr addadihim, ularning tam zitini bayon qilishga başladı. Muttaqilar manda, Allohning avliyolari manda, endi ma qarshi taraf tikilcho manda adamlar deb kafirlarni, munofiqlarni bayon qilmoqchi. Wa humul utatul marada alladina la yanfa'u fihim al-huda. Ularga hidayet payda qilmaydigan, boyan tavliq qiladigan, chekdan eshib, baddida eshib ketadigan asi, kafir, munofiqlar manda bo'ladi. Ma yaxshilar manda, ma ustolar manda deb ikkisini bayon qilib turadi. Ikki yo'lni aniq ko'rib olish uchun siz xalqingizni ulgu tuting. Mani ulgu tutamsiz, qarshi yo'lga mansiz, hozir mana aniq bayon qilib berdik. Adaynahu najdayn shu. Va adaynahu najdayn deb endi bundan keyin kafirlarning, munofiqning sutiga o'tkilib ketadi. O'tadiga addida ishib ketganlar. Allohu a'lam bis-savob.